Assalomu alaykum akalar, hammaga xayrli kun. Ishxonamizda bugungi olingan ishlar bilan tanishtirib o'tsak, ertamanda yaxshi niyatlar bilan V7 mashinamiz keldi. Buni orqa bamperlarini chiroyli qilib, bilinmaydigan olib remontini qilib, petno qilib set beramiz. Bu yerlarini ham kraskalarini ba'zi qilib tushirib, bu tomonimizda BYD mashinamiz olib qo'yganmiz. Pomni seriya joylarini bilak bilan o'qib beramiz. Shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ruchkada xromlarini ham ko'chirib bilak bilan o'qib beramiz. Bu oldidan DTP bo'lgan. Grillarimizni ham reshtopkalarini qilib, kosmetikalarni chiroyli qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu tomonda bamper. Bu bamperini ham chiroyli qilib, bu yerlarini yamab, bilinmaydigan qilib, garantiyali qilib, ichidan ham remontlarini qilib, go'zal holatda keltirib beramiz.